Assalomu alaykum hammaga, ishchilarimiz, ya'ni xodimlarimiz uchun bugun o'z qo'lim bilan qovurma lag'mon tayyorlab beraman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi o'zimizning iste'mol go'shti, bulg'or qarampiri, piyoz, chesnok va oq turup. Qozonimizga kuniga 100 litrlab ishlatadigan sifatli slobada yog'larni solamiz. Qizgan yog'imizga farshimizdan solamiz, qizartirib olamiz. Birinchi bo'lib tuzni beramiz, ziravorlarni beramiz. Ketidan soyani ham qo'yaveramiz. Endi aralashtiramiz. Endi navbat piyozlarimizga. Ularni ham aralashtiramiz. Endi navbat tomat pastasiga. Turup va chesnoklarni ham solamiz. Bulg'or qarampirlarni ayamay solamiz. Aralashtiramiz. O'zi ham lag'mon boshqa ish qotadi. Tayyor lag'mon xamirlarini mana shunaqa kattaroq qilib kesib olamiz. Endi lag'mon xamirlarini solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'katlardan ham ozroq beramiz. Qaraylar qanaqa ishtahani ochadigan chiqqanini. Qani marhamat.